8 yil avval 2018-yilda Toshkentning Bektemir tumanida sodir bo'lgan achchiq fojia Gulnora ayaning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Qizi va kuyovi bir vaqtda is gazdan zaharlanib vafot etdi. Qizining o'limini eslaganda Gulnora ayaning ko'zlari hali ham yoshga to'ladi. Lekin undan ham achinarlisi yetim qolgan 3 nafar nevaralarim deydi u o'ksinib. 37 yoshda bo'lmay qoldi-da. Gazdan zaharlandi-da. Keyin 3 ta bolani o'zim vasiylikka oldim. O'sha paytda oilaning moddiy ahvoli juda og'ir edi. Gulnora aya va eri yoshi ulg'ayib, nafaqaga qarab qolgan, pul topish qiyinlashgan edi. Ammo bugun bu oilaning hayotida yangi sahifa ochildi. O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida joriy etilgan professional ijtimoiy xizmatlar tizimi oddiy odamlar hayotiga kirib keldi. Bu tizimning asosiy g'oyasi muhtojlarni to'liq qamrab olish va yordamni manzilli, professional tarzda yetkazish. Qaysi ishga boraman, to'g'rimi? Meni bolamni o'qitaman, unday bo'ldi deb. Yo'q. Kecha Yangi yilda ham yordam berdi. Uni prezident sovg'asiga olib bordi o'zlari. Inson markazi yordam berdi bizga. Kamchilik bo'lsa, so'rab turibdi o'zlarida. Katta nevaram Toshkentda o'qiydi, Yurskada o'qiydi. Har oyda ispeniya oladi. Kitob yordami bor. 2 millionni kitobga tashlaydi. Inson markazi tashlaydi. 9'da bitiradi. Bu ham ertan fevral oyi bu ham hujjat topshiradi. Endi buni ham ichki ishlarga qo'yamiz oyna. Ikkinchisi Shohjahon. Bular shopirlikqa qo'ydi. Abitgacha shopirlikda o'qiydi, provaga o'qiydi. Abitdan keyin darsga boryapti. Nevarim. Jizzax viloyati Baxmal tumanidagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazi Gulnora ayaning katta nevarasi Mashhuraga 18 yoshga to'lgani munosabati bilan tuman markazidan alohida uy-joy berdi. Bu uy nafaqat boshpana, balki mustaqil hayot boshlanishi, yangi umidlar va kelajakka ishonch maskani bo'ldi. Mana oldin qishloqda yashardim. Hozir mana keldim xonali do'mga, sovg'a qildim, mana ko'chib keldik. Uylariga gazlari ham yaxshi, jonib yotdi. Erkin yashab yotibmiz-da. Inson markazi yordam bilan bo'lyapti-da uylar. Katta nevarimga shu uyda sovg'a qildi-da. Endi hozirgi nevarim 18 ga kiribdi, Shohjahon. Uni ham hozir pasportligini olib, unga kirgizdi-da, ro'yxatga qo'ydi-da. Uy to'g'risida. Endi Xudo xolasa uni endi yildan keyinmi beradi endi. Mingdan ming rahmat aytaman ularga. Hech qachon men buni qilmaganman bularga. Jugurmaganman-da, o'zlari kelib xabarlab turadi-da. Bu kabi yordamlar faqat bitta oila bilan cheklanmagan. So'nggi yillarda yurtimizda yuz berayotgan eng muhim o'zgarishlardan biri Inson ijtimoiy xizmatlar markazining tashkil etilishi desak, adashmagan bo'lamiz. 2023-yilda ayrim tumanlarda tajriba sifatida boshlangan ushbu loyiha 2025-yilga kelib, butun mamlakat bo'ylab qamrab olindi. O'zbekiston 2030 strategiyasining 22-maqsadiga ko'ra, respublikaning barcha tuman va shaharlarida Inson ijtimoiy xizmatlar markazi faoliyatini yo'lga qo'yish vazifasi to'liq bajarildi. Bu yer Inson ijtimoiy xizmatlar markazi. Inson ijtimoiy xizmatlar markazida o'zgalar parvarishga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashovchi va yolg'iz keksalar, nogironlik bo'lgan shaxslar, ota-ona qaramog'ida mahrum bo'lgan bolalar, ota-onasi xorijga migratsiyaga ketgan bolalar, yetim bolalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan shaxslar, odam savdosidan jabrlangan, jazoni ijro etish muassasasidan qaytgan shaxslar kabi o'ndan ortiq ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi toifalariga xizmat ko'rsatiladi. Shuningdek, bu yerda tazyiq va zo'ravonlikka uchragan shaxslarga psixologik xizmat ko'rsatish hamda kambag'allik reyestrida turgan fuqarolarga yuridik xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgan. Bunday Inson ijtimoiy xizmatlar markazi respublikamizning barcha, ya'ni 208 ta shahar tumanlarida yo'lga qo'yilgan. Biz hozir Shayxontohur tumanida ijtimoiy xizmatlarni ko'rib o'tamiz hamda bu yerda 51 ta mahalla bor va 51 ta mahallada 51 ta ijtimoiy xodim o'z faoliyatini olib boradi. Ularning vazifasi ehtiyojlarni aniqlash, har bir oila uchun alohida reja tuzish va davlat yordamini joyida yetkazish. Yordam endi uzoqdan emas, balki yaqin manzildan ko'rsatilyapti. Mana biz hozir turgan joy Inson ijtimoiy xizmatlar markazi qoshidagi imkoniyatlar olami. Bu yerda 18 yoshgacha bo'lgan, nogironligi bo'lgan bolalar kunduzgi parvarish asosida ta'limga, parvarishga jalb qilingan. Yodingizda bo'lsa, bu haqida kutilgan fursat sahnasida ham aytib o'tgan edim. Ertalab 9 dan soat 5 gacha nogiron bo'lgan farzandini kunduzgi parvarishga, nogiron bo'lgan otasini yoki yoshi katta 18 yoshdan katta bo'lgan shaxslarni esa kunduzgi qatnov xizmatiga olyapmiz-da. Biz ularni qarab turyapmiz kun davomida. Ularga qarab turgan onalar, otalar yoki farzandlar esa ishga kirib, bandligini ta'minlab, oilaga, demak, moddiy ta'minot olib kelmoqda.
va bunday xizmatlarimiz bizda bepul va beg'araz amalga oshirilmoqda. Bugungi kunga kelib esa buning natijasini ko'rganimizdan keyin biz bu xizmatlarni butun respublika bo'yicha yoyib, barcha tuman shaharlarda hozirga yo'lga qo'yish ishlarini olib boryapmiz. Va aynan mana shu yangi xizmatlarimiz O'zbekiston 2030 strategiyasining amaldagi ko'rinishi desak adashmagan bo'lamiz. Shuningdek, imkoniyatlar olami xizmati orqali nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus xizmatlar ko'rsatilmoqda. Bu dastur bolalarga maxsus pedagoglar, psixologlar va mutaxassislar bilan ishlash imkonini beradi. Bizning markazimizga asosan 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bolalar qamrab olinadi. Hozirda bizning qamrovimiz 18 ta bolani qamrab olish. 9 nafar bola bu bitta guruh degani. Har bir guruhda 2 tadan tarbiyachimiz ularga xizmat ko'rsatishadi. Asosan bizning markazimizga autizm tashxisli, aqliy nogironligi bo'lgan F72, 71 tashxisli bolalar va tayanch harakat a'zolarida nogironligi bo'lgan, ya'ni DTP deymiz xalq tilida, mana shunday bolalar qabul qilinadi. Bolalarimiz turli xil yoshda bo'lganligi uchun, turli xil tashxisli bo'lganligi uchun bizda ta'lim jarayoni asosan individual ta'lim rejasi asosida olib boriladi. Bu degani har bir bolani biladigan va bilmaydigan tomonlarini o'rganib turib, har bir bolaga individual yondashib turib, shu bolalarga o'ziga mos ta'lim rejasini tuzamiz. Ya'ni rivojlanish rejasini va shu asosda ish olib boramiz. Kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarning farzandlari uchun xizmat bepul taqdim etiladi. Natijada kambag'al oilalardagi bolalar ta'lim va rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lib, kelajakdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Toshkent shahridagi Shayxontohur tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi bugungi islohotlarning yorqin namunalaridan biri. Bugungi kunda Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari 208 ta tuman va shaharlarda faoliyat yuritmoqda. Bu bilan strategiya chekka mahalla va qishloqlarga yetib bordi deyish mumkin. Jizzax viloyatining Baxmal tumanidagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazida xizmat ko'rsatish samarali tashkil etilgan. Baxmal tumanida 34 ta mahalla mavjud bo'lib, o'sha viloyatimizdagi uzoq chekka tumanlardan hisoblanadi. 33 ta mahallamizda kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish bo'yicha xodimlarimiz faoliyat olib boryapti hozirgi kunda. 2025-yil davomida 1765 ta o'sha og'ir muammoli vaziyatlarga tushgan oilalarga keyslar ochilgan bo'lib, 89% ijobiy hal qilindi. Qolgan qismlari bilan esa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ishlar olib borildi. Mana shu o'tgan yilgi hisobida 1,265 million so'mdan ortiq mablag'lar ayni mana shu yordamlarga yo'naltirilgan. E'tiborga molik jihati shundaki, markazda tibbiy mehnat eksperti komissiyasining tashkil etilishi nogironlikni aniqlash va yordamni tayinlash jarayonini soddalashtirdi. Baxmal tumani ijtimoiy xizmatlar markaziga keldim. O'qituvchi bo'lib maktabda ishlar edim. Nogironlik belgilash bo'yicha maktabga kelgandan so'ng hech qanday qiyinchiliklarsiz meni ikkinchi guruhga nogironlik belgilab berishdi. Baxmal tumani markazidan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan mahallada faoliyat olib borayotgan ijtimoiy xodim Muhayyo Baratova 1 yildan beri muhtoj oilalar bilan ishlamoqda. Mana shu davlat mahallasida 7 ta qishloq joylashgan. Galdirovut, To'pon, Duvlat, Jadik, Sutlibuloq, Chayish va tog' oldilarida bu tomonga chiqib ketiladi. Chinor va mayda qishloqlarimiz bor. Bundan tashqari mana shu Baxmal MFI bilan chegaradosh bo'lgan Jadik qishloqlarimiz bor. Mana ko'rib turganingiz, ikkita adirni o'rtasida Tanga topdi, pastga Tanga topdi qishloq deymiz. Bu qishlog'imiz Oyqor mahallasi bilan chegaradosh. 20 nafar vasiylikka olingan bolalarimiz bor. Har 3 oyda monitoring o'tkazamiz, ularning ta'lim olishi. 2 nafar yolg'iz keksalarimiz bor. U ikkalasi ikkita qishloqda joylashgan. Uning uchun To'pon qishloq birinchi kirib keladigan qishlog'imizda, mahallaga kirib keladigan qishloqda va shu To'pon qishlog'i va Duvlat qishloqlarida bor. O'zim monitoring o'tkazadigan xonadonlarimda har kuni deyarli 10 ta, 15 ta xonadonga kirib, ularning holidan xabar olib, muammolarini o'rganib, bundan tashqari Telegram gruppamiz bor. Menga doimiy murojaat qilib turadi. Telegram orqali ham kelib ketishimizni yoki muammolari bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha qishloqlarga yetib boramiz va muammolarni o'rganib chiqamiz. Kun tartibimizda belgilangan ishlarimizga ba'zida ulgurmay ham qolamiz, chunki xonadonlarga borganimizda bir kishini
muammosini individual o'rganishimiz uchun ba'zida bir kun ham ketadi. Bu mahallamiz ham juda ham aholisi tarqoq joylashgan mahalla hisoblanadi. Bu yerda ikki millat vakillari yashaydi, o'zbek hamda qirg'iz vakillari. Bularda o'sha aniqlangan muammolarni Barata va Muhayyo tarafidan 2025-yilda juda ham katta yordamlar ko'rsatildi-da. Ayniqsa boya nogironligi bor shaxslarimizga, keksa yolg'izlarimizga va hamda o'sha ijtimoiy yordamga, tibbiy yordamga muhtoj oilalarga bir qancha yordamlar ko'rsatilib kelindi. Muhayyo opa har kuni odamlar orasida yurib, ularning dardini tinglaydi, yechim topadi va umid beradi. Uning kun tartibi ertalabdan kechgacha oilalarni o'rganish, hujjatlar tayyorlash, yordam so'rab murojaat qilganlarga ko'maklashishdan iborat. Masalan, Jamila Xudoyberdiyeva oilasi yorqin misollardan biri. O'tgan yili xo'jayini bilan bor puliga uy solib, og'ir ahvolga tushib qolgan. Muhayyo opa farzandlarining nafaqa pullarini tiklashga yordam berdi. 5 nafar farzandim bor, xo'jayinim, men 7 nafar. Bu uyda vaqtinchalik yashaymiz. Bolalar maktabga chiqishiga bizga yordam kerak bo'ldi. Forma qilish kerak edi, ana qilish kerak edi. Shunga ijtimoiy xodimlarga yordam so'rab chiqdik. Xudoga shukr, shu 5 nafar farzandimga forma, maktabga chiqishiga forma qilib berdi. Nafaqa pul chiqarib berdi, yordam qilib. Endi hozir ishimiz ancha yaxshi, umrlarimizni bitirib, oldinga o'zgarish bor, Xudoga shukr. Yordam berib, ko'maklashib, ana o'qiganlarni televizorda ko'rib, ana o'qilib yurardik. Xudoga shukr, mana bizga ham shu yordamlar bo'lib, shu yerga yetib kelib, sizlarga ham rahmat. Boshqa joylarga yugurib, ana o'qilib, hal bo'lmagan ishlarimiz shu yerda o'zimizning anavda shu yerda hal qilib berdi. Minnatdorman, Xudoga shukr. Mahalladagi har bir oilani o'zimniki deb bilaman. Ularning muammosi mening ham muammoyim, deydi Muhayyo opa. Davlat mahalla fuqarolar yig'inida 789 ta xonadonimiz bor. Bulardan 51 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarimiz, 100 dan ortiq xonadonlarimiz kam ta'minlangan xonadonlar ro'yxatida turadi va 67 ta xonadonimiz kambag'allik reyestriga kiritilgan. Inson milliy markazidagi mahallani yettiligini ichida ijtimoiy xodim lavozimini joriy etilishi mahalladagi ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan xonadonga kirib, yurakdan, insondan insongacha bo'lgan, insonni dardlariga malham bo'la oladigan savobli soha egalari ijtimoiy xodimlar deb bilaman. Bu so'zlar bugungi ijtimoiy himoya tizimining eng sodda va eng kuchli tamoyilini ifodalaydi. Baxmal tumanida yana bir fidoyi xodim O'razali Xolmatov 3 yildan beri mahalladagi har bir muhtojlarga yordamini ayamaydi. Uning mahallasidagi yolg'iz keksalarning taqdiri ham o'zgarmoqda. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ochilmasidan oldin qayerga murojaat qilishni, qayerdan bir ijtimoiy yordam olishni bilmay yurgan bari. Biz kelgandan keyin bu uymay yurib, hamma ijtimoiy ahvol to'liq o'rganilganda himoyaga muhtoj shaxslar o'zimiz aniqlab chiqdik. Ularga masalan ijtimoiy himoya tomonidan beriladigan xizmat va yordamlarni o'zimiz taklif qilganmiz. Ko'pgina masalan yolg'iz keksalar bor, chin yetimlar bor. Masalan og'ir kasallikka chalingan gruppaga chiqqan, masalan birinchi guruh, ikkinchi guruh nogironlarimiz bo'lgan. O'shalarga masalan 171-sonli qaror bo'yicha 5 ta xizmat joriy qilindi prezidentimiz tomonidan. O'sha xizmatlarni ularga taklif qilib ko'rdik. 68 yoshli Xadicha aya uzoq vaqt davomida qarindoshlarining uyida yashab keldi. Chunki o'zining uyi yashash uchun yaroqsiz holda edi. Buni ushbu suratlardan ham bilsa bo'ladi. Ijtimoiy xodimning yordami bilan uning ahvoli o'rganildi. Yolg'izlik toifasi aniqlandi va endi u doimiy parvarish hamda moddiy yordam olyapti. Eng asosiysi o'zining issiq uyida. Uyimda to'shanchim ham yo'q edi, mana svetlar ham yo'q edi. Bular qilib berishdi. Tartiblar yo'q edi. Uyda xonalar kirib ko'rdingizku, bular ham yalang'och edi. Men o'zimniki ham vaqtida sotib yuborgan edim, davolashga muhtoj bo'lgan vaqtimda. O'razali ham 3-4 yil, aytdim 3 yil bo'ldimi? 24-yildan boshlab shu kelib ketib xabarab, shu bu yil ko'proq kirishib, men uchun mana shu sharoitni qilib berdi. Shu sharoitimga xursandman. Men yurib keta olmayman. Uyning ichida yurishim mumkin, ozgina. Lekin bir idoraga borish, birinchiga bir qilish, yana telefonlarda bir murojaat qilishga ham, ko'p gapirishga ham holim yo'q-da. Borishga-ku mutlaqo yo'q. Chunki yursam ko'zim xiralashib ketadi. Chunki menda boshqa bir mol-hol, bir menga yordam beruvchi farzandlar bittagina qizim bor. U ham o'zining ro'zg'or uzoqda.
menga yordam bera olmaydi u. Uyiga kelib, ijtimoiy ahvoli o'rganilganda, u juda qiyin ahvolda yashayotganligi, uyi juda ta'mirtalab bo'lib qolganligini bizga ta'kidlab o'tgan. Biz u bo'yicha o'rganib chiqdik. Haqiqatan ham u kishining uyi ta'mirtalab ekan. Xonalarda o'zi yashab bo'lmaydigan juda bir og'ir holatda turgan. Hozirgi kunda u kishiga mablag' ajratilib, to'liq yordam ko'rsatilib, uylari ta'mirlab berildi. Respublikamiz miqyosida ushbu tizimda 8,6 ming ijtimoiy xodim har bir mahallalarda faoliyat yuritmoqda. Ijtimoiy himoya agentligi ochilib, bizga shunday bir xizmat va yordamlar yetib keldi deb juda xursand bo'lamiz. Undan o'zimiz ham ishimizdan faxrlanamiz. Shunday qilib, O'zbekiston 2030 strategiyasi nafaqat hujjatlarda, balki chekka qishloq va mahallalardagi oddiy oilalar hayotida, amalda. Bu o'zgarishlarning markazida mahalla ichidagi ishonch va yaqinlik turibdi.